2023-yil 20-noyabrdan 25-dekabr kuniga qadar noma'lum shaxs o'zganing mulkini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilish maqsadida 1995-yil tug'ilgan R.A. ismli fuqaroning nomiga ipoteka bank ilovasi orqali jami 31 million so'm miqdorida kredit rasmiylashtirib, noqonuniy tarzda o'zining nomiga o'tkazganligi aniqlandi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida ushbu jinoyat 2001-yil tug'ilgan R.A. ismli shaxs tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, jabrlanuvchi A.R.ning ipoteka retail ilovasidagi shaxsiy akkauntiga noqonuniy kirib, uning nomiga turli vaqtlarda 31 million so'm kredit rasmiylashtirilganligi aniqlanib, Angren shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan qo'zg'atilgan jinoyat kim tomonidan sodir etilganligi fosh etildi. Yashirdan pushaymon qayta bilan ishlamayman. Ishga qilishni maslahat bermayman. Hammalarni uzr so'rayman hozirlikda. Qayta bilan ishlamayman, xudo xolasa yaxshi yo'lga kiraman, bu yo'ldan turib olsam, katta olsam vatanlik odamda yaqin bo'laman. Hozirda mazkur jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda.